Mamlakatimizda har haftaning payshanba kuni rahbar va yoshlar uchrashuvlari o'tkazib kelinyapti. Ana shunday uchrashuvlardan biri O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi Qashqadaryo viloyat kengashi tomonidan G'uzor tumanida tashkil etildi. Prezidentimiz tomonidan yurtimizda yoshlarning zamonaviy ilm-fan va yuqori texnologiyalarni mukammal egallashi uchun barcha kuch va imkoniyatlar ishga solinmoqda. Yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, qiziqish va takliflarni tinglash borasida tegishli rahbarlar tomonidan uchrashuvlar o'tkazish yo'lga qo'yildi. Shu ma'noda xalq deputatlari G'uzor tumani kengashi raisi deputat Qunduz Jumayeva bilan tuman yoshlarining uchrashuvi tashkil etildi. Unda partiyadan saylangan deputatlar, mahalla faollari, ustoz murabbiylar, yoshlar hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etishdi. Uchrashuvda deputat Qunduz Jumayeva so'z olib, O'zbekiston 2030 strategiyasidagi dolzarb masalalar, qabul qilinayotgan qonunlarning ahamiyati va ular ortidagi imkoniyatlar va imtiyozlar borasida fikr mulohazalarini bildirishdi. Albatta, bunday imkoniyatlar yoshlarni ko'proq mehnat qilishga, izlanishga, oldiga qo'ygan maqsadiga erishishga undaydi. Tumanimizda 40 ta mahalla bo'lib, 40 ta mahallada bizni 25 nafar deputatlarimiz biriktirilgan. Asosiy maqsad bu yoshlar bilan biriktirib, yoshlar bilan hamkorlikda ishga olib borish, ularning bandligini ta'minlash, ularning muammolarini o'rganish va takliflar bilan chiqish, deputat so'rovlar jo'natish va ijobiy hal etish maqsadi olg'a surilgan. Bu maqsad yo'nalishida deputatlarimiz har bir hududda o'zida amaliy ishlarni amalga oshirishmoqda. Jumladan mana tumanimizda 62 ming nafardan ziyod yoshlar bo'layotgan bo'lsa, masalan 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar bo'layotgan bo'lsa, ayni damda hozir dolzarb 90 kun chora-tadbir bo'yicha amaliy ishlarni amalga oshirishmoqda. Bu mana shu 90 kun dolzarb kun bo'yicha ular hududlarda yoshlarni bo'sh vaqtni samarali tashkil etish bo'yicha amaliy ishlarni yo'lga qo'yishmoqda. Deputatlarimiz yoshlar bandligini ta'minlash borasida amalga oshirgan ishlarda yana bir nafarni aytib o'tsam, ularni to'g'ri tadbirkorlikka yo'naltirish, yoshlarni tadbirkorlikka o'qitish, kasb-hunarga o'rgatish, bundan tashqari tadbirkorni yo'lga qo'yish uchun birinchi navbatda ularni tadbirkorlik bo'yicha ilmiy salohiyatini oshirish va tadbirkorlik bo'yicha kreditlar ajratishga ko'maklashishni ham oldilariga vazifa qilib qo'yishgan. Har haftaning payshanba kuni rahbar va yoshlar uchrashuvi bo'lyapti. Xalq deputatlari viloyat kengashida 92 nafar deputatlarimiz saylangan. Mana shu deputatlarimiz partiyamizning faollari rahbar va yoshlar uchrashuvlarida qatnashib ishtirok etib kelishyapti. Yoshlar uchrashuvida ham mana hozir bandlik to'g'risida yoshlarimizning vaqtlaridan unumli foydalanish, kitobxonlik masalalari bo'yicha ham katta e'tibor beriladi. Eng asosiy maqsad yoshlarimizni kasb-hunar egallashlariga da'vat etish bo'lyapti. Prezidentimizga yaratgan yangi imkoniyatlari, yangiliklari haqida buni tanishdim. Ko'p narsalar qabul qildim. Menga juda ham yoqdi va bu olgan ma'lumotlarimdan foydalanib, albatta bundan o'zimga maqsad qo'yib, yanada rivojlanishga, hozirgi kasbimdan yuqoriroq martabalarga erishishga harakat qilaman. Uchrashuv yakunida bir guruh yoshlarga O'zbekiston Xalq demokratik partiyasining a'zolik guvohnomalari topshirildi.